Shahramon postdan ichkariga kirganda sarka baloni yonida 4 ta bir xil katish tushgan, bir sotuvdan hammasi o'zimiz qurganmiz. 3 tasi sotilgan, bitta shunisi sotilmagan. 4 ta xona, 2 ta sanuzelga ega. Uyimizning narxi 54.900 bo'lib berishgan, beriladi. Mahalla tinch, shundoq yo'l yuzida, masjid, bog'cha, poliklinika, hamma narsa yaqin. Bu yoq dala, toza havo. Suv, gaz, svetdan umuman muammo yo'q. Uyimizning ichki qismini ko'rsatib chiqaman. Uyimizning ichki qismi bitta eshikdan kiriladi. Kirganingizda bitta sanuzel joylashgan. Krasnoy katta hol. Bu yoq tarafimiz oshxona. Bunning podключи Euroremont holatida topshiriladi uyimizga. Bu yoq tarafi oshxonaning teg qismi podvol qilingan, shu yerdan tushiladi. Ikkinchi etasiga chiqamiz. Chiqqanimizda bitta spalni joylashgan. Bu yoq tarafimizda sanuzel. Bu yoqda zal. Mehmonlar uchun. Havo aylanish uchun, yorug'lik tushish uchun shunaqa joy qoldirib ketilgan. Hamma xonalarda oyna bor.